ota-onani norozi qilib qo'yayotganlar ko'payib ketyapti. Hozir mana bizni qabulimizga har kuni kelyapti, ming xil mojaro bilan kelyapti. Kechirasizlar, vujudim titraydi qarab. Hayron qolaman. Ota-onasini ustidan shikoyat qilib kelayotgan bolalar ko'payib ketdi. Ota-onasini ustidan shikoyat qilib kelayotganlar shunday yonimizga o'tkazib olib, onam bunday qilyapti mana, onam bunday qilyapti deb onasini mulzam qilayotgan bolalarni men ko'ryapman qabulimda. Hey bolam, o'zingni bos, onami bu, otami bu, ha nima bo'pti deyapti. Ko'ryapsiz shunaqalar. Bir uyda yashab, oylab otasini ko'rmayotgan yoshlar bor ekan. Oylab onasini ko'rmayotganlar bor ekan. Ichiga kirib boryapmiz buni. Qanaqa davrda yashayapmiz? Qani bu? Oxirgi marta otangizni rozi qilishga harakat qildingizmi, onangizni harakat qildingizmi deb savol bersak, ha endi deyapti. Ammo baraka topsin, otamni rozi qilay. Men ham bir onamni Ka'bani atrofida aylantiray deb sovuqni sovuq demasdan musofirchilikda pul topaman deb yurgan yigitlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Otamni ko'nglini olay deb qilyapti ular. Sovuqlarda ishlab yurishibdi. Chet ellarda, xorijda ishlab yuribdi, qiynalib so'rasangiz, nima qilasiz, nima kerak sizga? Ota-onamni duosini olay, farzand ekanman. Alloh rozi bo'lsin. Ota-onalar ularning haqqiga duo qilingki, ular maqsadlari hosil bo'lib, mana alhamdulillah yurtimizda kengchilik, tadbirkorlik bo'lyapti. Inshaalloh ular ham kelib ishlaydilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bugun bir uyda yashab ota-onasini haqqiga xizmatini qilmay, ado qilmayotganlar bo'lsa, Allohdan qo'rqish kerak.